Ushbu xonadonimizning kirish qismidagi palma gullik fasonimizga asosan 4 dona turba emas, tumba. Ushbu xonadonimizning kirish qismidagi zinamizga palma gullik fasonidagi gold va silver rangdan foydalanib bu yerga o'tib ketyapti. Bu fasonimizning asosiy ranglari, asosan bo'lyapti. Ashni kesib olsak bo'lmaydimi? Nafas olamiz, xotirjamlik, ketdi boshqa. Assalomu alaykum Metalmart obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi xonadonlarimizning biridamiz. Bu yerda biz ikki xil fasondagi palma gullik fasonidagi perilamizdan o'rnatib berdik. Biri silver, biri gold shaklida. Bularni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizning kirish qismidagi palma gullik fasonimizni o'rnatib berganmiz. Bu yerga asosan 4 dona tumba, keyin gold shaklidagi profillarimiz qo'yilgan. Keyin bu yerda oddiy fasonimiz ham bor. Bu fasonimizning nomi ham gold palma deyiladi. Bu yerga ham palma shaklida o'rnatilgan. Bu yerga asosan kachalayimiz o'rnatilgan. Klientning xohish va istaklariga, talablariga binoan ushbu ko'rib turgan perila mahsulotlari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qiling.